Bir mahallada boy bilan kambag'al qo'shni edi. Boyning qasri shunaqangi hashamatli va ko'rkam ediki, uning qo'shnisining uyi juda qiyin ahvolda, juda eski, juda nochor, boyning qasrini ko'rinishini kambag'al qo'shnining uyi buzib turardi. Shunaqangi shaharda ko'rsak, shunaqangi xonadonlar bor. Katta imoratlar oldida bir ko'rimsiz xunuk imoratlar bo'ladi, katta imoratni ko'rinishini buzib o'tiradigan. Shunaqangi holatlarga ko'zimiz tushgan. Shunda boy aytar ekan kambag'al qo'shnini har zamonda ko'rganida, bir kun seni uyingni olib qo'yaman deganda, u aytar ekan, ya Robbi, endi-ku boyga meni kuchim yetmaydi. Mabodo haqiqatda ham olib qo'ysa, men nima qilaman? Kimga arz dod qilaman? Bu boy bo'lsa, mahallani zo'rlaridan bo'lsa, bu mabodo mendan olib qo'ysa ham meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Shu zaylda yillar o'tgandan keyin u kambag'al qo'shni cho'pon ekan. Ayni mana shu bahor vaqti bo'lganda mollari, qo'ylarini haydab 3 oylik ovchilik va cho'ponlikka sahroga chiqib ketganida, boy ham uning tartibini, odatini bilar ekan. Ahli ayoli farzandlari bilan cho'lga chiqib ketganda darrov bir kunda uyini tekislab, yer bilan bitta qilib qasrining davomini qurib, o'zining hovlisiga qo'shib olgan ekan. 3 oy ichida katta imorat qilib, o'zining hovlisi qilib olgan ekan. Shunda 3 oydan keyin mollarini yaxshilab semirtirib, cho'lda ovlarini qilib, nafaqai ro'zg'or qilib kambag'al kelsa, uy yo'q. Boy qasriga qo'shib olgan. Shunday kelibdi-da, qasrni ko'rib boyga aytibdi, birodar, sen meni uyimni qo'shib olibsan. Senga aytuvdim-ku dedi. Seni uyingni bir kun olib qo'yaman dedi. Va sabablarini tushuntiribdi unga. Seni imorating meni imoratimni, husn halovatini buzib turibdi. Qo'lingdan kelsa nima